Assalomu alaykum. Bizda Yangiyerda gul do'kon ochilgan. Gul do'konimiz bozorda, Yangiyer bozorida, Baraxolka taraf, yemxona tarafda chiroyli gullar magazini ochilgan. Mana bizda gullar juda ham arzon va juda chiroyli gullar bizda bor. Bizni do'konimiz Yangiyer bozori, dehqon bozori albatta. Baraxolka taraf yemxona va chiroyli gullar. Narxlari kelishilgan holatda, unaqa qimmat emas. Kelsalaring ko'ngildagiday narx qilib bera olamiz. Bizda xafa gullarimiz ham bor. Uni xafacha bo'lib ham oladi. Keyin o'ziga kelib qoladi. Har xil gullarimiz bor. Qip-qizil mana qaranglar qanday go'zal. Unaqa qimmat emas. 10 mingdan boshlab 250 minggacha gullarimiz bor. Qaranglar qanday. Mana kaktus ham, hatto kaktus ham chiroyli bo'lib yuzini ko'rsatib, gullab va mana gullarni ko'ringlar, ko'zni qamashtiradi. Ramashka gullarga o'xshaydi. Qaranglar qanday go'zal. Buni har bir xonadonimizga chiroyli qilib oynadonlarimizga qo'yib qo'ysak, albatta juda go'zal bo'lib yashnab turadi. Keyin bizda yashnatuvchi dorilari bor. Qurimasligi uchun gullarimizga solinadi. Buni gul sotadigan qizimiz bor. Sizlarga tushuntirib, qanday o'stiruvchi, qanday yashnatuvchi va mana bu nima edi buni ismi? Bambuk. Juda chiroyli bambuk. Buni har bittasini xonamizga qo'ysak agar, mana bu idishga suv solinib, shunday qo'yiladi ekan albatta. Havo tozalovchi, kislorod chiqaruvchi va nervini ayollarga ayniqsa uspokoyitsa qilinadigan gullardan ekan. Juda go'zal. Kelinglar. Yana tushuntiraman sizlarga albatta. Yangiyer bozori, orqa bozori yem sotadigan Baraxolka taraf kelib qolinglar. Gul do'konining qizining ismi Durdona. Sizlarni juda chiroyli kayfiyatda kutib olamiz. Kelib qolinglar.